ham bir ko'p tajribaga egasiz, siz haqingizda juda ko'p eshitganmiz ustoz. Keling, mana shular haqida bir ikki og'iz o'zingiz to'xtalsangiz. Bugun mana shu nurli maskanlarimizda ahvol qanday? Mana shu farzandlarimizga o'quv qurollari, o'quv darsliklari, badiiy kitoblarning ahvoli qanaqa tarzda? Qanday bo'lyapti? Nima takliflar bor? Yana nimalar qilsak bizni farzandlarimiz yana ham mukammal inson bo'lib yetishardi. Sizni orzungizdagi insonlar bo'lib yetishardi. Marhamat ustoz. Rahmatga. Avvalo xush kelibsizlar bizning maktab internatga. Rahmat. Qadamlaringizga hasanat. Endi bu maktab internatni tashkil topishi 1953-yildan tashkil topgan. Hozirgacha Xudo xolasa mana 73 yil bo'ldi. Maktab internat kundan kunga hozirgi kunda o'zgarib boryapti har tomonlama. Chunki iloji boricha shu bolalarni kelajakka tayyorlash, bularni har xil sohalarda hayotda qiynalmaslik uchun, kelajakda birovga muhtojligi bo'lmasligi uchun o'zlari bemalol boshqarib, yashash imkoniyatlarini kundan kunga o'zgartirib borishi uchun maktab internatda to'xtovsiz ish ketyapti. Internat endi laboratoriya, bilasizlar. Maktab internatimizni masalan biz o'qigan davrlardagi bilan hozirgi davrni solishtiradigan bo'lsak, biz o'qigan davrdan ko'ra hozir boring 500-600% juda katta o'zgarishlar bor. Hozirgi kundagi bolalarga yaratilgan sharoitlar, bularga berilayotgan e'tibor, ayniqsa hukumat tomonidan, jamiyat tomonidan berilayotgan e'tibor nihoyatda yaxshi, meni ko'nglimdagidek deb o'ylayman. Lekin maktab internatimizni mana aylanib ko'rdinglar. Bolalarga mana hozir sport bo'yicha, yengil atletika bo'yicha, dzyudo kurashi bo'yicha, golbol bo'yicha yoki aytaylik futbol bo'yicha, shaxmat, shashka bo'yicha bu sport tomonidan juda yaxshi e'tibor berilyapti. Chunki bolalarimiz shuni xohlab, imkoni boricha shu o'zlarini respublika miqyosida ko'rsatishyapti. Mana masalan dzyudo bo'yicha biz bolalarimiz hozirgi kunda oxirgisini oladigan bo'lsak, mana dekabr oyida 2024-yilda 4 ta o'quvchimiz respublika zbornisiga qabul qilindi. Ularni har to'ralasiga ham sport ustaligiga nomzodlik hujjatlari berildi. Endi yengil atletika bo'yicha hamda futbol bo'yicha ham juda yaxshi o'zgarishlar bor. Lekin bu sohalar bo'yicha jinday takliflarimiz bor. Masalan, futbol bo'yicha bizni ko'zi ojizlarga moslashgan stadion bo'lishi kerak. Maydonimiz ochiq. Endi bizda asosan ko'zi ojizlarga moslashtirilgan futbol 5x5 deyiladi. Maxsus shu futbolni o'ynash jarayonida to'p har tomonga ketib qolishi mumkin. Shuning uchun yopiq futbol haqida ko'p marta iltimos qilyapmiz. Endi sekin bo'lyapti hammasi, ammo buni amalga oshirilsa futbol bo'yicha ham yana ham bolalarimizga yaxshi imkoniyat yaratilgan bo'ladi. Endi bizning maqsadimiz bolalarni suzish bo'yicha ham o'rgatish. Mana maktab internatimizda basseyn bor. Avval qurilgan, lekin buni ta'mirlab, agar yopiq basseyn qilinsa, buni o'sha ko'zi ojizlar bemalol harakatlanadi oladigan darajaga yetkazilsa, sportning yana bitta sohasi yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Endi qolgan sport sohalarimizni shaxmat, shashka bo'yicha bu ham yaxshi rivojlanib boryapti, lekin yaqinda prezidentimizning qarori chiqdi. Xudo xolasa shaxmatga alohida, shashkaga alohida bir stavkadan o'sha shtat beriladi. Maxsus sertifikati bor odamlar ular bilan shug'ullanadi. Bu sohada ham bizning maktab internatimiz o'zi shaxmat, shashka bo'yicha 30 yil mobaynida birinchi o'rinda kelgan. O'rta Osiyoda ham, respublikada ham. Lekin keyingi mana 2000-yilda bu yog'ida jinday baribir susayish bor. Shaxmat, shashka bo'yicha ishlashimiz kerak. Endi bolalarni kasbga tayyorlash bo'yicha, kelajagini yaxshilash, kelajakdagi holatlarini, oilaviy ahvolini, turmushini yaxshilash uchun ham turli kasblarni ochganmiz. Mana yaqinda respublikada birinchi bo'lib bu prezidentning 209-qarorida ham ko'rsatilgan 2022-yildagi
bolalarni kasbga tayyorlash uchun alohida oyoq kiyim tikadigan kasbchilik ustaxonasi qildik. Bizni maktab internatda bu bo'lgani shu naryoqlarda ma'lum bo'lgandan keyin shunga asoslangan holda qolgan mana masalan Jizzaxda, Sirdaryoda, Samarqandda, Qoraqalpog'istonda mana shunaqa ustaxonalar qurildi. Buni bemalol masalan bunda hozir ishlab chiqarilayotgan narsalar nihoyatda sifatli. Bemalol xaridga chiqarsa bo'ladi, lekin shuni endi sotmasangiz bir narsa qilolmaysiz-ku. Bor, ashuncha bor ishlab chiqarilgan mahsulot. Uni sotsangiz, lekin unga xomashyo olasiz. Undan keyin yana kundan kunga ko'paytirib borasiz. Bunga yetarli hozir shtat yo'q, ammo mana Kamolat yoshlar ittifoqi tomonidan shu to'garak sifatida berilgan. Hozir mana bizni murakkab nuqsonli bolalarimiz bor. 2 yoki undan oshiq nuqsoni bo'lgan bolalarni murakkab nuqsonli deyiladi. Ya'ni bularning ko'zidan tashqari yana boshqa nogironligi ham bor. Mana shu murakkab nuqsonli bolalarimizni shu kasbga o'rgatyapmiz. Qolaversa bitiruvchi 10-11 sinf o'quvchilarini ham mana shu to'garakda a'zo qilib, ularni qo'liga sertifikat berib, imtihon topshirtirib, shu kelajakda shu bordi o'qishga kirolmay qolsa, boshqa qila olmay qolsa, o'zini mahallasida ham bemalol ish qila olish imkoniyatini yaratyapmiz. Bu hozircha yaxshi aylanib ko'rib bemalol haligi nimaga suratga olishingiz yoki o'sha tasvirga olishingiz mumkin. Bor haligi xomashyolarimiz ham tayyor, tikilgan tayyor mahsulotlarimiz ham bor. Endi bundan tashqari biz musiqa maktabi ochganmiz. Musiqa maktabi ko'p maktablarda bor. Endi bu bolalarimiz 5 yil o'qib, undan keyin diplom olib, musiqa maktabining diplomi bilan xolasa konservatoriyaga boradi, xolasa oliy o'quv yurtlarining boshqa musiqa fakultetlariga boradi, xolasa asha o'zlarini hududidagi madaniyat klublarida ishlashlari mumkin. Bu ham bolaga yaratilgan yaxshi sharoit. Yana bizni yaxshi maqsadimiz, masalan, men o'zim nogiron odam sifatida shuni aytamanki, ularga massaj guruhini ochishimiz kerak. Bizni ko'zi ojizlarni haligi sezgi nimasi yaxshi, eslab qolish qobiliyatlari yaxshi. Shuning uchun bizning maqsadimiz imkoni bo'lsa kelajakda shu massaj guruhlarini ochib, o'sha massajga ham bolalarni o'rgatish maqsadimiz bor. Bu ham bitta bizni niyatlarimizdan hisoblanadi. Endi maktabda gapirsangiz gap ko'p. Hali birov eshitsa, "O, kamchilik ko'p ekan" deyishlari mumkin. Lekin nima deydi? Biz ham shu maqsadga erishish uchun kimgadir murojaat qilishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak. Albatta. Maktabga masalan kim kelsa bemalol aylanib chiqishi mumkin. Men maqtanish emas, boshqa qilish emas. Respublikada maktab internatimiz yagona desam bo'laveradi. O'zingizlar ham aylanib qolgan maktablar bilan solishtirishingiz mumkin. Ozodaligi, maktabdagi bolalarning tartib intizomi, ularga yaratilgan shart-sharoitlar, ularga xodimlarning qilayotgan xizmatlari, oziq-ovqatlarini sifati, yotoqxonalarining holati, qisqasi bolalarga yaratilgan sharoit menimcha hozircha menga o'xshagan nogiron odam kelsa ham tan olishga majbur bo'ladi. Yaxshi sharoit yaratganmiz. Endi bizning maqsadimiz yana ham yaxshi sharoit yaratish. Hali ham aytdik, yana aytamiz, bu yerda bitta keyingi vaqtda shunday bizga qiyinchilik berayotgani mana shu isitish tarmoqlari ko'mirga moslashtirilgan. Bizning yonimizda masalan o'sha nima bor, mana gaz tarmog'i bor, katta bosim bor. Biz o'zi gazda ishlardik har doim. Endi bu ko'mirga moslashtirilgandan beri birinchidan maktab internat nihoyatda holati yomonlashib qolyapti. Bundan chiqqan tutun evaziga bolalarimiz yerni bosib kirib, pollarni bosadi. U nima bo'ladi? Uchinchidan kasal bolalar ko'payyapti. Buni keltirayotgan zarari qisqasi biz bu sohada yuqori tashkilotlarga murojaat qildik. Endi sizlarda agar nima bo'lsa tasavvur qiling. Mana masalan Farg'onada 3 ta internat bor, uchovsi ham gazlashgan. Ko'mirga ular o'tgan yo'q. Endi Kosonsoyga sizlar borgan bo'lsanglar, u yerda qanaqa ekan ahvol bilmayman. Chunki u yerda avvaldan gaz yo'q edi, ko'mir yoqishardi. Bizda tayyor gazdan ko'mirga o'tdik. Bu bizni maktab internatimizni jinday orqaga ketishiga olib kelyapti. Chiqib bunday aylanib ko'rsanglar ham mana shunday holat sizlarga bo'ladi. Endi xodimlarimiz 150 dan ortiq xodim ishlaydi. Bularning hammasi shu bolalarga xizmat qilishadi.
e'tibor berib tursangiz, shu qayerga o'qituvchi yoki nogiron bola ketayotgan bo'lsa, albatta e'tibor berishib, yetalab yo'lini to'g'rilab, haligi bolaga nimanidir o'rgatib, yo xodimni ashi boradigan manzilga yetkazib, yana qaytib kelishiga ko'maklashib, yana o'zlarining ishlarini qiladi. Maktabda bo'layotgan ish, maktab ma'muriyatini men bir haligi nima deydi, qandaydir o'zim yaxshi ko'rinish maqsadida nima qilmayman. Maktab ma'muriyati mana shu ukamizni olib borayotgan ishlari masalan meni qoniqtiradi. Chunki men o'zim ham 10 yil rahbar bo'lib ishlaganman. Mana shu 2020-yil yana qaytarib bu ukamizni olib kelganman. Masalan, shaxsan men o'zim shu 5 yilni bu yog'ida maktabda juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Niyat qilib turibmiz, yana ham ko'proq ishni rivojlantirish maqsadida. Bu bittasi meni qiziqtirgan tomoni, lekin maktabga kelib shuncha ish bo'lyapti. Jamiyatimiz baribir bu odamning mehnatini qadrlab, bir qandaydir bir meni o'zimni haligi nima edi o'ylab yurgan niyatim shunaqa ishlagan odamlarni taqdirlash kerak. Qandaydir bir mana meni mana shu jamiyat 42 yil bo'ldi mana shu nimada ishlaganim, umumiy 48 yil stajim bor. Mana shu ko'ksimizdagi medalni mana shu jamiyatni aralashuvi bilan olingan, masalan, jasorat medali jamiyatning yordamida. Men masalan ularni hali bir nima qilib gaplashganim yo'q. O'zlari shu narsani ko'rib, bilib turib tavsiya qilishgan. Mana shuni oldik. Men demoqchiman, agar bir nima qilinsa, shu ukamizning mehnatlarini bunday ko'rib, shu bir nimagadir tavsiya qilib, xalqning oldida qilgan ishlarini ro'yobga chiqarsak, yana ham yaxshi bo'ladi. Rahmat. Endi uka men gapiraman desam, gap ko'p. Kamchilik yetishmayotgan kitoblarimiz, boshqalarimiz ehtiyojni beramiz. Yangi chiqayotgan badiiy kitoblarimiz oz. Shuning uchun bu bolalarimiz haligi elektron kitoblardan foydalanib eshitadi, lekin buni foydali tomoni bor, bola o'qiydi. Lekin o'qish texnikasi rivojlanmaydi. Bu eshitamizda endi biz masalan qo'yib, shu yozib olib qo'yib eshitamiz. Yaxshi dunyo qarashimiz kengayar, boshqa bo'ladi, lekin ko'zi ojizlar kitoblarini o'qish texnikamiz kundan kunga pasayib boryapti. Men bitta bizda bo'lmasa kerak deyman. Butun shu ko'zi ojizlar internatlarida bo'lsa kerak. Bolalarda ko'zi brailcha kitoblarini o'qish texnikasi meni qoniqtirmaydi. Hatto meni o'zim ham keyingi paytda o'qish texnikam pasayib ketganga o'xshaydi. Sababi endi ko'p brailcha badiiy kitob o'qiyapmiz. Badiiy kitobni qancha o'qisa odam birinchidan yozishi chiroyli bo'ladi. Ikkinchidan o'qishi tezlashadi. Uchinchidan ifodalik qilib gapiradigan darajaga erishadi. Shuning uchun badiiy kitoblarni ko'proq chiqarilsa, brailchasini bolalarni o'ziga o'qitsak, kattalar ham o'qisa yaxshi bo'ladi. Mash'asaka tumanidagi 16-nurli maskan ko'z ojizlar uchun ixtisoslashgan maktabning direktori Qoraboyev Doniyor bo'laman. Mana shu maktabda 2003-yildan beri faoliyat ko'rsataman. Haqiqatda ta'lim yo'nalishida, ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha juda ko'p ishlarni amalga oshirdik. Masalan, biz ko'z ojiz o'quvchilar uchun asosan bo'lmish quroli mana shu pribor deymiz, mana shu grafel deymiz. Mana shunisiga bolalarimiz qog'ozni solib yozadi, yozganda mana shu 6 nuqtadan iborat bilasiz buni. Amalingiz bo'lsa, endi bu yerda mana shu priborda ham juda ko'p ish bor. Bu priborda bizi sobiq davlat va esir nimamiz Peterda, ya'ni Sankt-Peterburgda ishlab chiqariladi. Mana materialda ish bor. Mana shu material qattiq bo'lsa, bolani kuchi yetmay qoladi. Yumshoq bo'lsa, harf kengayib ketib qoladi. Chunki biz bolalar bo'ldigan harfni o'qigan nuqtalarni rasmiyati bir xil bo'lishi kerak. Qog'ozni ham ishi yaxshi, qog'ozni ham mana shu formatida e'tibor bermasak, format yupqa bo'lsa, teshilib qoladi. Qattiq bo'lsa, mana bo'rtamaydi. Mana bir xilda bo'lsa, bola bemalol o'qiydi. Mana ezayotganda barmog'ida o'qigani uchun bu harflarni kirdi chiqsa, bitta nuqtaga qolmasa, bitta harf ketib qoladi. Endi mana hozir men sizlar menga taklif beryapsiz, men bu daftarni men juda bunga ishqiboz bo'lib qoldim. Bu haligi sog'lom bolalarga qilingandek e'tibor berilgan. Mana shu yerda hatto daftar dizayni, mana brailcha alifboni qo'yib qo'yganlaring, bu hali nima deydi, ustoziga zo'r bo'ladi. Ota-onasiga ham yaxshi bo'ladi. Ota-onasi sog'lom bola ko'zi ojiz bo'ladi. Mana masalan merda yozsa, "Nimani yozding?" deb daftarni tekshirmoqchi bo'lsa, hali yoshiga bizlar karra-karrani yotaganda buni orqasidan ko'rib olish mumkin. Bu shu paytgacha demak uni tonnalab holatda biz kiloga olganmiz buni. Kiloga olib, rulon sifat oldi, rulon oldik.
Endi hozir bu rasmga bir 40 qilib berishyapti bizda. Buni mayli atxodlar chiqib qoladi razmerdan tashqari. Hali atxodlarni ham olib biz hali tarqatmadan ishlatyapmiz. Shu kiloga o'ynamadim, bir tonna pul to'lasam, ichidan moning 9,5 tonnasi haqiqiy daftar chiqib, yarim tonnasi hali 5 kilo nima bo'lib qolishi menda kelibsa. Keyin o'zlaring bilan sifat qilib foydalanamiz undan. Hali nima tarqatma material qilamiz, boshqa qilamiz. Endi mana hozir men siz bilan suhbatda qiziqib turibman. Tipografiyada ko'p narsalarni yozishimiz mumkin deyapsiz, hatto plastmassaga, hatto temirga deyapsiz. Bu juda bir yaxshi bo'lardi, ayniqsa ko'rgazma uchun. Tarix fanidan, geografiya fanidan, mana shu aytaylik fizikaga keladigan haligi bo'rtma, ko'rgazma qurollar qilib beramiz deyapsiz. Mana aytaylik geografiyada kontur kartalar derdik. Bu yo'qda shu narsalar. Mana hozirlar shu qurollaring bilan shu aytaylik apparatlarni shuni ishlab chiqarsalaring, juda muddao bo'lardi, bolalarda darslar ko'rgazmalarga, hali o'qituvchilarda qilgan o'zaro ko'rgazmasidan bu baribir fabrichni bo'ladi, zavodchi bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Endi o'sha badiiy kitoblarga ehtiyoj qanday ustoz? Badiiy kitobga ehtiyojimizni yaqinda aytib o'tdim, men hozir o'sha nimani ham berdim akaga. Baribir bizim o inson baribir ko'z oz bo'lganda, u ham jahon adabiyotga qiziqadi, milliy adabiyotga qiziqadi. Endi ko'proq kitobxonlar yo'qolib olib, mana telefonga o'tib ketib qolyapti, elektronga. Endi kitob shaklida bo'lsa, yana ham sal qunt bilan bir chekkadan o'qiydi. Haligi telefonda o'tib ketib qolsa, yana qaytaradi. U yerda o'zi fikrlash uchun baribir qo'lda o'qigan boshqacha narsa. O'zimiz ham yoshimiz kitob o'qiganmiz, kerak bo'lsa orqaga qaytish yo'q, yodlardik. Telefonda 3 marta qaytarganingiz yodda she'rga o'xshab qoladi, barda. O'quvchilar mana shu modelni o'zlari yaratishdi. Yaratgan modellarini o'zlari har bir detallarni yig'ib, mashinalar yordamida mashinalarimiz moslashtirilgan, tayyor holatga keltirishdi har bir jarayonni. Jarayonlar ketma-ketligini mashinalarda hozir tushuntirib ketaman. Farqi mana bu yerda ko'ryapsiz, tragich bor. Mana bu yerda kelganda sezish orqali mo'ljal olib, bola qo'lini bu tomonga o'tkazmayapti. Mana o'tkazmayapti. Keyin mana bu yerga materialni tirab ketganda o'zi necha metr millimetrga qo'yish kerak bo'lsa, o'shanchada tikib ketaveradi. Mana ko'ryapsizmi? Uni mo'ljallash shart. Mo'ljal orqali mana shunga tirab ketaveradi. Razmerga qanchaga kerak bo'lsa, shunga moslashtirib qo'yadi. Qarangda, mana ularni sezish orqali eshikchalarini topishyapti. Bu o'zlarini nima, brail yozuvlaridagi eshikchalar. Keyin xuddi shu yerga mana blochkalarni o'rnatishyapti. Buni bola bemalol bajara oladi. Bajaryaptimi? Sezish orqali motorikalar oddiy qo'llar keyin qayerga qoqib qo'yadi. Prosechkamiz bor, xuddi haligi priborlarning o'zidek. Model yaratdi. Sezish orqali mana rezak atrofini sezib ko'ryapti. Agar rezak pastga tushib ketsa, o'quvchi sezgani orqali nima qilyapti qo'lida? Sipalab rezakni joyiga surib qo'yapti. Endi bolani xavfsizlik bo'lishi uchun, qo'li qolib ketmasligi uchun ikkala knopka harakat qilgandagina mashina harakatga keladi. Hech qachon qo'li pastda qolmaydi. Endi albatta hamma kitobxonlarda singari men ham kitob o'qishni juda yaxshi ko'raman. Hammaga doim tavsiya qilaman. Bitta kitobni misol uchun yozish uchun u yozuvchi juda ham ko'p mehnat qiladi. Uni albatta endi ichimizda bor haligi kitob o'qimaydiganlar ham bor. Juda berilib o'qiydigan nimalar ham bor. Muxlislar. U haligi o'qimagan o'qishni xohlamagan odamni juda ham qiyin unga yo'lga tushirib olish. Yo bo'lmasam doimo kitobga qiziqishi bo'lsa agar bu o'zi ham topib o'qiydi. Bu yerda o'qiganda quvib yurib o'shani o'zi topib shuni oxiriga yetaman deb harakat qiladi.
misol deylik, misol 61-yil o'qishga kirgan bo'lsa maktabga, Aha. shunda shu 62-yillarda o'qigan kitobim ham hozir esimda bor. Ha, masalan, Misol Qoplon daraqa asrlari degan bitta kitobida arman yozuvchi yozgan ekan. Ha. Shu uni qahramonlarning ikkitasi oti esimda bor. Shusik, Sarkis degan bolalar dovonda qolib ketishib, shuni endi bu o'sha yozuvchi ularni bu ispetat qiladi haligi nimaga, hayotga. Ularni har xil nimalarga tushirib, qiyinchiliklarga. Shu esimda qolgan shu narsa. Oxirgi o'qiganingiz mana yozuvchi Nabjon Hoshimovga. Ha. Farg'ona tumani Yanbaroq qishlog'i 5-sonli o'rta ta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisi Akram va Mushtari. Bizning kutubxonalarimizda badiiy kitoblar juda ham kam. Men o'zim Nabijon Hoshimovning asarlarini sevib o'qiyman, lekin ba'zida bunday asarlarni kutubxonalardan topish mushkul bo'lib qoladi. Biz xohlardikki, kutubxonalarda badiiy kitoblarning ko'payishini. Ko'proq men Muhammad Yusufning she'rlariga juda ham qiziqaman. Uning Kumush bibi nolasi, Zaynab nolasi, Otabeklarga bag'ishlangan she'rlarini ko'p yodlab boraman. Sizga bir armon bo'lay, zolim begim. Jayron bo'lay quvlab yetib oling begim, Marg'ilonning yo'lida boshim qo'yib, jon beray Zaynab bilan qoling begim. Kumush bibi nolasi juda ham menda katta taassurot qoldirdi. Bu asarni o'qishni ham hammaga tavsiya etaman albatta. O'tgan kunlarda? Ha, o'tgan Yaxshi. kunlar asari. Yana qanaqa kitoblar o'qiysiz? Asosan o'zbek adabiyotlarimiz hamda jahon adabiyotlari asarlarini o'qiyman. Marhamat, qaysi birini o'qidingiz oxirgisi? Oxirgi o'qiganim O'lmas Umarbekovning Bahor bulutlari asari bo'ldi. Kechagina o'qib tugatdim. Bu asar ham juda taassurot qoldirdi. Kimda obrazi ko'proq taassurot qoldirdi sizda? Menda Zulfiya obrazi juda ham katta taassurot qoldirdi. Ham bosh qahramon, barcha qiyinchiliklar uning boshidan o'tgan qahramonimiz hisoblanadi. Yaxshi. Bu binoda jinda eskirganligi bizga u rol o'ynamaydi. Chunki o'zimiz qudratimiz yetadi. Tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Bu yerda bemalol juda chiroyli madaniyat uy qura olamiz. Qaysi davrda kitoblar degan masalan. Eski yillar Bular bor, asl- yangi kelgan Misr davrining adabiyotlarimiz ham kitoblarimi? bor. Bular asha mana Ha, qarang, mana Esir davridagi kitoblar. Titilib yotibdi. Titilib ular yotibdi. juda eskida, Eski. yangilar juda kam Ezilib kelyapti. ketibdi. Svet yo'q-a boshqa yoqdan? Buni Ko'p shekilli. biz shuning uchun ham Yangi. adabiyotlarni, yangi adabiyotlarni kerak. olishimiz kerak. Mana bu qog'ozi Mana- karton ekan eski. Mana yaqinda Xudo xolasa prezidentimiz tashrif buyuryapti. Qolaversa madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbek tashrif buyuryapti. Unga ham men iltimos qilib qolaman. O'zi bilan ko'rishaman Xudo xolasa. Ko'rishib turib mana shu nimalarni Ko'rsatish kerak, adabiyotlarni- ko'rsatish kerak. adabiyotlarni ko'rsatib, Ahvolni. chiroyli Yangi qilib, chop yangi etilib. Bularni endi g'oyaviy mazmuni ham to'g'ri kelmaydi hozir. hozir. Chunki bular qon qo'zlashtirish u kommunist shunaqa partiya ma'noda nimalar bor yozilgan. ichida. Masalan, Qutlug' qor romani bo'lsa hozirga to'g'ri kelmaydi misolda. Undan keyin shunaqa to'g'ri kelmaydi. Endi bu eski davrda chiqqan kitoblarda hammasi. Lekin eski davrda chiqqan ostan. Eski davrda chiqqan kitoblarda. Endi adabiyotlar yetishmovchiligi juda katta bizda. Ya audiolari. ishi rejasiga asosan innovatsiyalar yarating deyapti-ku. Ishga kiritilgan mana shu Asaka tumanida yaratilgan narsa butun respublika ko'rdi-da buni Qalb nurida. Shuning uchun Qalb nuri bilan matbuot xizmati bilan hamkorlik qiling deyapti ish rejada. Shuning bitta debochasida shu ham. Aha, albatta. Shuni hammani shunga men taklif qilib qolaman. Qalb nuri bilan ishlashga hamma jamiyatlarda. Rahmat. Endi biz asosan muammolarimizga keladigan bo'lsak, Brail alifbosida yozilgan adabiyotlar yetishmovchiligi bizda. Lekin daftardan juda qiynanyapmiz. Qolaversa bizni Andijon viloyatida talaba yoshlar viloyatlardan kelishib institutlarda o'qishadi. Ularda ham 220 ta student bo'lsa, asosan Brailcha daftarda qiyinchilik bo'lyapti. Ularga daftar topib berish qiyin. Ularga mablag' ajratilmagan. Endi daftar yo'q bo'lsa, biz yozib chizib ishla olmaymiz, o'qiy olmaymiz. Shuning uchun adabiyotlar yetishmovchiligi, daftar yetishmovchiligi shunday muammo bo'lib turibdi. Xudo xolasa yuqoridagi tashkilot rahbarlarimizdan iltimos qilib qolamiz. Shunda bir yordam berishsa, juda ulug' ish bo'lgan bo'lar edi.
qolaversa mana Xudoga shukr ishlab chiqarishlarimiz o'z o'rniga tushyapti. Viloyat hokimimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'zi yordam berib ishlab chiqarishlarimizni yurgizish uchun korxonalarimizni nazoratga olib, inson ijtimoiy nima ham hunarmandchiliklarni o'qitish bo'yicha ham yordam berishyapti. Mana qolaversa sportdan, IT sportidan ham bu yil Xudo xolasa ro'yxatlarni topshirdik. Har bitta tumanimizga bittadan sport zali, sport anjumanlarini berishga ular va'da berishdi. Mashq kunlarida Xudo xolasa qo'shimcha shtatlar olinadi. Ular ham o'z oyligini olishib, o'zimiz jamiyatni ichida bemalol shaxmat shashka, futbol, sambo shunaqalar bo'yicha dars berishib, ishlarini davom ettirishadi. Buning uchun markaziy boshqaruv raisimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Viloyat hokimimizga va tuman shahar hokimlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Inson ijtimoiy vazirligimiz mana juda chiroyli yordam berib kelishyapti. Har bir sohada birga ishlarni maslahatlashib olib boryapmiz. Bularga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu muzeydagi ahvol qanday? Yangi muzey tashkil qilindi. Muhammadjon aka, shular haqida ikki og'iz to'xtalib o'tsangiz. Biz mana Andijon viloyatida Tiflon muzeyini ochdik. Tiflon muzeyimiz juda chiroyli. Biz o'yladikki, bir 50 ta shu tarixiy jamiyatni tarixiy nimalarni qo'yamiz deb o'yladik. Mana hozirga kelib bemalol 200 tadan ziyod ashi tarixiy nimalarimizni qo'ydik. Eksponatlarda. Bu bilan muzeyni ochilishini qildik. Kelishib, har kuni odamlar kelishib, bemalol jamiyatdagilar, boshqa sog'lar kelishib, muzeyni tomosha qilib, jamiyatning tarixini o'rganib, rivojlanishni ko'rib, tasavvurga ega bo'lib ketishyapti.